gijja halvo. Mana gijja halvoni egasidan so'raymiz. Uni xususiyatlari, tarkibidagi giyohlar haqida aytib berasiz, buxorolik. Bo'ldi. Bu 12 xil giyohlardan tayyorlangan bo'lib, %100% tabiiy, xalq tabobati asosida tayyorlangan. Har qanday gijja turi bilan kurasha oladi. Yosh bolalardagi injiqliklar, hammasi uchun tarkibida kaliy, magniy, vitaminlar bor, tabiiy bular ham. 12 xil o'sha giyohlar mujassamlashgan. Har bir donasi 10 gram. Bitta bolaga bir qutisi bitta kurs bo'ladi. Ichida 60 dona bor. 30 kunlik. Chunki gijjalar ichak devoriga tuxum qo'yib ketadi-da. Ular 21 kun, 23 kunda qo'ygan o'sha tuxumlar lichinka ochib chiqadi. Ularni ham qaytib tushirib olish uchun. Bu gemoglobinni ko'taradi, immunitetni oshiradi. Boladagi bo'ladigan aqliy rivojlanish, tengqurlardan orqada qolish, nutqi, peshob saqlolmay qolishlik va ko'z qorachig'ini qochishlarda bir qancha kasalliklarda davo bo'ladi. Bu hamma uchun mumkin. Yoshlarga ham, homilador xotinga ham, tug'ruqdan keyin ham bosh aylanib, ayollarda holatlar bo'ladi-yu, o'zini tez tiklab oladi buni iste'mol qilgandan keyin. Hattoki buni doimiy iste'mol qilib yurgan klientlarim keyingi 2 yillikda hech qachon gripp alomatlari bilan kasallanmagan ham, lecheniya ham olishmaydi.